Assalomu alaykum Habibullah qarim. Siz vatandan chiqqani qanchalik vaqt bo'ldi? Chiqqaniyog'i qancha uzun oila tabobatlaringiz bilan ko'rishamayapsiz? Shular uchun bir guvohlik bergan bo'lsangiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mening ismim Habibullah Ahad. Yurtim Kuchada tug'ilgan. Men 94-yili vatandan ayrilgan. 94-yildan 2001-yilgacha O'rta Osiyoda yashadim. 2001-yili Germaniyaga kelib, Germaniyada hozir kekchilik Germaniyada yashayapman. Mening vatanda mendan boshqa 6 qarindishim bor. Bular Abdullah Ahad, Abaydullah Ahad, Mirvanim Ahad, Rizvangul Ahad, Rihangul Ahad, Tayircan Ahad. Meniki 6 qarindoshlarım. 6 qarindoshlarımniki sanasam her birininki 5'ten 3 kichik ballar var. O ballarning o'zi bugungi kunda 25-26 yaşında yaşga kirdi. Şunun birisiga men 2014-yili dadam qazo qilib ketgandan keyin, dadam tugab ketgandan keyin men uydagilar bilan aloqa qilishaolmadim. Boshqa bir sirtdagilar bilan bir aloqa qilishib, meniki akalarim, ukallarim, singillarimning o'zi bugungi kunda jazo lageriga yoki bo'lmasa buning ichlarida, buning ichidan turmalarga kirib ketganlari, akalarimningki, ochilarimning, singillarimningki ballarning o'zi tutilganligi, turmalarga kirib ketganligidan buningdan xabar topdim. Menmi shunga o'xshagan shu ukallarimdan bütün dünyadaki şu insan hakları ve şu dünyadaki adalet teşkilatlarından şu uruktuqlarım için guvalık berimen. Şularınki sorğunu kılımen ve onundan başka üzemninki birlikte okuyan savakdaşlarım ve üzemnin yakın ötken braderlerim ve onundan başka bütün 30 milyon Şarkı Türkistan'daki kırındaşlarım için guvalık berimen. Hem bunundan keyin aşılarını her zaman, her vakit muşlarınki guvalık berip Xitaydan, şu jallat Xitaydan her daim, her zaman muşlardan hesap elişqa, muşlarga karşı her zaman karşı turuşqa ben tayyor turman. Bular için guvalık berimen. Hayır, assalomu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Rahmet sizga, Allah razı olsun.